Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga qanday qilib 23 ta tilni o'rganish mumkinligini aytib beraman. O'zi nima hali gap ketyapti? Ko'pchilik bu narsa eshitgandan keyin, "Wow, Davron aka 23 ta til, o'zi nechta til o'zingiz bilasiz" deyishadi. Masala unda emas. Masala shundaki, bitta yigit bor va shu yigit 23 ta tilda deyarli erkin gaplasha oladi va bu yigitning ismi Timothy Donner. Mana videoda ko'rib turibsizlar. TED konferensiyasida chiqib o'zini sirlarini aytib bergan, qanday qilib 23 ta tilni o'rgangan, nima qilgan, shu videoni ham ko'rish tavsiya qilaman. Asosiy masala nimada? Men hozir eslab qolish spetsialisti sifatida razbor qilib beraman. Men lingvist emasman, til o'rganish bo'yicha mutaxassis emasman. Men aynan eslab qolish bo'yicha mutaxassisman va ancha yillik tajribam bor. Shuning uchun hozir Tim Donnerni o'zi aytishi bo'yicha sirlarini aytib beraman va boshqa qo'shimchalarni qilib beraman. Razbor qilib beraman. Siz ham shu narsani ishlatish orqali ehtimol 23 ta til emas, hatto bittagina tilni o'rgana olasiz va oxirida bitta kichkina surprizim bor. Xo'p, nima? Birinchi masala. Bu sabab. Bu motivatsiya masalasi. Ya'ni motivatsiya masalasi deganda nima nazarda tutyapman? Ko'pchilik nima uchun til o'rganayotganini oxirigacha o'zi tushunmaydi. Men doim aytaman, nimaga degan texnika bor. Men shu texnikani ishlatinglar deyman, chunki motivatsiya til o'rganishda eng katta rollardan birini o'ynaydi. Men bitta dars tayyorlaganman shu bo'yicha. Bu yerda ham o'shani chuqur tushuntirib berganman. Asosiy masala nimada? Tilni shunchaki o'rganilmaydi. Misol uchun men eslab qolish bo'yicha spetsialist bo'lganim bilan, men deylik rus tilini bilaman va ingliz tilini bilaman. Rus tilini juda yaxshi bilaman, ingliz tilini o'rtacha bilaman, lekin masala nimada? Ko'pchilik mendan so'raydi, nimaga siz deylik Xitoy tilini o'rganmaysiz, Davron aka? Nimaga siz yana qaysidir tilni o'rganmaysiz? Nima qilaman o'rganib tilni? Nima qilaman? Meni motivatsiyam yo'q til o'rganishga. Misol uchun menga Xitoy tili kerak emas. Ehtimol agar Xitoy tili kerak bo'lib qolsa o'rganaman. Shuning uchun birinchi o'rinda nima qiling? Ingliz tilini o'rganyapsiz, va o'zidan so'rang, nimaga ingliz tilini o'rganyapman? Prям ruchka olasida yozasiz. Nimaga o'rganyapman? Sababi men tam IELTS olmoqchiman deylik. Nimaga IELTS olmoqchisiz? Sababi men o'qishga kirmoqchiman. Nimaga o'sha joyga o'qishga kirmoqchisan? Sababi men yaxshi kasb egallab O'zbekistonga qaytmoqchiman. Nimaga yaxshi kasb egallab O'zbekistonga qaytmoqchisan? Sababi men ko'p pul topmoqchiman. Nimaga ko'p pul topmoqchisan? Sababi men tam oyimga katta uy olib bermoqchiman. Misol uchun, demak, ingliz tilini o'rganishingizga sabab sizni oyingizga uyingizni olib berishingiz bo'lib chiqadi. Mana shu nimaga strukturasini yasab chiqqaningizdan keyin sizni asosiy til o'rganishdagi motivatsiyangiz ko'rinish boshlaydi. Bu birinchi masala. 2. Professional xotira degan narsa bor. Nima degani professional xotira? Professional xotira bu juda ham oddiy narsa. Bu узконаправленная память deydi ruschalab, ya'ni qisqa, ya'ni tor yo'naltirilgan xotira hisoblanadi. Misol uchun, shaxmat eslarda shaxmatga nisbatan xotira zo'r ishlaydi. Bu prям zo'r, dahshatli darajada, fenomenal darajada ishlaydi. Misol uchun, shaxmatga tegishtirsak o'zi, men misol uchun deylik, xotira bo'yicha mutaxassis bo'lganim bilan, xotira bo'yicha eng kuchli mnemonistlardan biri bo'lganim bilan, men shaxmatda shaxmatchilar bilan tortisha olmayman. Sababi ularning xotirasi super kuchli bo'ladi, aynan shaxmatda. Boshqa любой zonada matan eslab qolish, raqam eslab qolish, ism eslab qolish, so'zlar eslab qolish, xorijiy so'zlar eslab qolish, hamma zonada men ularni yutishim mumkin. Shaxmatga kelganda ular meni yutib turaveradi. Har holda ko'p holatda nimaga? Chunki ular juda ham ko'p patternlarni yiqqan bo'ladi. Pattern nima degani? Pattern degani bu xotirangizda qolgan tizim bo'laklari. Misol uchun shaxmat o'ynaydi, 100 mingta, 200 mingta turli partiyalarni o'ynaydi. Ko'plab xotirasida o'sha konstruksiyalar yig'iladi. Yig'ilishini hisobiga keyingi yangi qanaqadir usullar yoki shaxmatga o'xshagan birorta o'yin chiqsa, o'shani egallashi, o'rganishi ancha oson bo'ladi, 10 karra oson. Va bu yerda Tim Donnerda nima shakllangan? U bir nechta tilni o'rgangan. Deylik, birinchi tildan ikkinchi til sal osonroq kechadi. 3-til undan ham osonroq kechadi, 4-til undan ham osonroq kechadi, 5-til undan ham osonroq kechadi, 10-tilni bir necha oyda o'rganadi. Tushunasizmi? Ya'ni bu narsani tushunishingiz kerak. Mana men kichkina sxema qilib beraman sizlarga. Har bitta yo'nalishda deylik, siz raqam eslab qolishni o'rgandingiz. Raqam eslab qolish uchun ishlatiladigan nimalar bor? Diqqat bor, tasavvur bor, tizim bor. Va men raqam eslab qolishda juda ham zo'r natijalar qildim. Deylik, 5 daqiqada tam 500 tadan ko'proq raqam eslab qola olaman. Bu juda ham kuchli natija. Va men keyinchalik xorijiy so'zlarni eslab qolmoqchiman. Til o'rganmoqchiman. Raqamlarga tegishli istalgan narsa bu yoqqa o'tadi. Ya'ni misol uchun xorijiy so'zlarni yaxshi eslab qolish uchun nima kerak? Diqqat kerak, tasavvur kerak, tizim kerak. Tizimli mashq qilishingiz kerak. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bu yerdagi hamma narsa bu yerda ham bor. Shuning uchun men bitta yaxshi natija ko'rsatgan inson bu zonada ham tezroq o'rganadi.
Xuddi shu narsani prof xotira deyiladi. Misol uchun agar deylik, birorta vrachga yangi dorini nomi yoki qanaqadir yangi kasallik haqidagi birorta ma'lumotni bersangiz, u bittada eslab qoladi, juda ham oson eslab qola oladi. Bu yerda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Birinchi tilni o'rganish sal qiyinroq, ikkinchi til osonroq va hokazo. Tam 5-6 tilda chaqishni boshlaysiz, bitta o'rganishni boshlaysiz. Uchinchi masala, Tim Donner mana shu joyiga ko'pchilik e'tibor bermagan, mnemonikani ishlatadi. Xususan xorijiy so'zlarni eslab qolish uchun mnemonikani ishlatadi. O'zi ham tushuntirib bergan, ko'rishingiz mumkin. TEDda turib tushuntirib bergan, qanday qilib yangi xorijiy so'zlarni eslab qolgan, qanday qilib arab tilini o'rgangan, qanday qilib ingliz tilini o'rgangan, aniqroq xitoy tilini o'rgangan va hokazo. Mnemonikani juda ham aktiv ishlatadi Tim Donner va xorijiy so'zlarni eslab qolish jarayonida, qanaqadir qonunlarni, til ichidagi qoidalarni eslab qolish jarayonida aynan mnemonikaga urg'u beradi, mnemonikani ishlatadi. Mnemonika o'zi nima? Mnemonika bu xotirangizni kuchaytiruvchi sistema, tizim. Kuchli tizim. Asosiy urg'uni mana shu mnemonikaga beradigan bo'lsak, men bitta narsani doim aytaman insonlarga, o'xshashlik joylar bor. Misol uchun talantni oladigan bo'lsangiz, mana talant, men bitta bekor tushuntirmadim men bu narsani. Qarang. Talant qanaqa bo'ladi? Talantning ichida hech qachon raqam yodlashga talant, xorijiy so'z yodlashga talant, skripka chalishga talant, shaxmat o'ynashga talant bo'lmaydi. Bunaqa narsa yo'q. Miyani ichida jarayonlarning tez sekinligi va mukammalligi bo'ladi xolos. Misol uchun odamning diqqati yaxshi bo'lishi mumkin, odamning tasavvuri yaxshi bo'lishi mumkin. Tushunamizmi? Odamning qaysidir miyasidagi signali tez bo'lishi mumkin, tezlik katta bo'lishi mumkin, operativ xotira kuchli bo'lishi mumkin. Tug'ma, operativ xotira kuchli bo'lishi mumkin. Mana shu diqqat, tasavvur, fikrlash tezligi, operativ xotira kerak bo'lib qolgan joyda, misol uchun skripka chalishda, shaxmat o'ynashda va hokazo joyda mana shu odamda tug'ma bor qanaqadir xususiyatlar yaxshiroq ishlasa, o'sha inson shu narsani tezroq o'rganadi. Ya'ni skripka haqidagi qanaqadir zona bo'lmaydi odam boshida. Yoki matematika haqidagi qanaqadir zona bo'lmaydi odam boshida. Odam boshida ko'nikmalar bo'ladi. Umumiy ko'nikmalar bo'ladi. Va mnemonika aynan shu ko'nikmalarni zo'r shakllantiradi. Xususan nimalarni shakllantiradi? Tasavvur shakllantiradi birinchi o'rinda. Tasavvur shakllantiradi. Operativ xotirani shakllantiradi. Uzoq muddatli xotiraga saqlashni o'rgatadi. Ya'ni konsolidatsiya deydi bu narsani. Xotira konsolidatsiyasi zo'r bo'ladi bu. Chunki aynan mana shu 3 ta narsa sabab Tim Donner 23 ta tilni o'rgangan. 23 ta tilda. Endi albatta 23 ta til hammasida bir xil gaplashmaydi. Qaysidir birini eshitib tushunadi. Adashmasam o'zi aytishi bo'yicha 9 ta yoki 10 tasida bemalol erkin gaplasha oladi, qiynalmasdan gaplasha, qolganini biladi. U yoki bu ko'rinishda biladi. Endi asosiy masala nimada? Asosiy masala shundaki, siz mana buni o'zingiz qilishingiz mumkin. Professional xotira tajriba bilan keladi. Mnemonikani esa maxsus texnikalar orqali o'rgansa bo'ladi. Xususan mnemonikani nima uchun Tim Donner ishlatadi? 1000 ta yoki deylik 500 ta xorijiy so'zni bir kunda eslab qolsa bo'ladi. Mnemonika bilan va uzoq muddatga, realni uzoq muddatga. Faqatgina bu narsani to'g'ri qilishingiz kerak. Aynan mnemonikani xorijiy so'zlar bilan bog'lab, ya'ni xorijiy so'zlarni o'rganish jarayonida diqqatingizni qanday kuchaytirishingiz kerak. Mnemonikani qanday qilib xorijiy so'zlarga nisbatan ishlatasiz? Umuman olganda, qanday qilib xorijiy tilni o'rganish uchun ko'nikmalarni to'g'ri ishlatishingizni tushuntirib bergan bitta zo'r dars tayyorladim sizlar uchun. Xorijiy tilni o'rganish jarayonida o'zi ikkita etap bor, ikkita jarayon bor. Lingvistika, ya'ni lingvistika deganda nima nazarda tutyapman? Til ichidagi qanaqadir qoidalar, qonunlar. Misol uchun deylik, ingliz tilini olsak, men ingliz tilini o'qituvchi emasman, men bilmayman u qoidalarni, qonunlarni, balobatlarni. Ikkinchisi ko'nikmaviy jarayon bor. Ko'nikmalar. Misol uchun kuchli xotira, yaxshi diqqat, tizimli shug'ullanish, to'g'rimi? Misol uchun weekly schedule deydi, ya'ni haftalik qanaqadir rejalashtirish jarayonlari, motivatsiyasi tushib ketmasligi, bardavom bo'lish va hokazo. Mana shu ko'nikmalarni rivojlantirish haqida qadam-qadam 1 soatlik dars tayyorlaganman. Darsni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yana ham ko'proq ochasizlar, hozir aytib beradigan mavzuyim, ayniqsa mana bu zonasini va bir kunda shuncha so'zlarni qanday qilib eslab qolish mumkinligini Xudo xohlasa tushunib olasizlar va u darsda men asosiy etaplarni aytib o'tganman. Bu xorijiy tilni o'rganish jarayonida eng muhim narsa. Dars ko'rish uchun pastga izohlarga o'tishingiz mumkin. O'tda qistirib qo'yamiz yoki videoni o'zida ham aynan shu darsni qistirib qo'yamiz. Ko'ring, manfaatli bo'ladi Xudo xolisa va foydali bo'ladi. Izohlarga o'z fikringizni qoldiringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'ling, men rivojlantiring. Paka.